To'ydan keyin qaynonang kelin tandirda bir somsa yop bergin desalar, Tandir somsa qilishni bilmayman. demagin. Shartta bitta xamir qilgin-de, lekin xamiri yo'q qilib yoyishga dolshinmassan. Margarinni bo'lsa ayamasdan ro'zg'oringni o'pirib yuborguncha sursang ham bo'ladi. O'ralgan xamiringni kesib, bir tomonini yopib olgin. Ularning tandirga kirganda oqib ketmasligi uchun bu bitta sekreti. Qolsin, yana odamni sharmanda qilib tandir somsalaringni oqizib yubormagin. Go'shtni o'pirib yubording-ku, mayli. Bahonada qaynanangni ko'ngillaridan joy olasan. Yaxshi ko'rgan qovoli qaynanang uchun go'shtli, men uchun tovuq sirli qilgin. Qaynanangdan xijolat bo'lib berib yubormasang ham xafa bo'lmayman. Undagi chaqqon qizni o'stirib qo'llariga berib qo'yganimga duo qilib qo'ysalar bo'ldi. Tandir somsaning yana bitta sekreti. Xamiri tukkanda qattiqqina qilib chimchilab chiqqin. Yana tandirga kirganda oqib ketib, odamni sharmanda qilmasin. Xuddi men o'rgatgandek qilib chiroyli qilib tukkin. O'zing yaxshi ko'rgan qovolingni 3 burchga qilib tukkan. Qaynanang yeganlarda ajratib olishlariga oson bo'ladi. Tandirga o'tinni ayamasdan solib yondirgin. Shunda somsalaringiz zo'r pishib chiqadi. Etgan somsalarning tagiga tuxum sarig'ini surish esidan chiqib qolmasin. Shunda somsalaring tandirga zo'r yopishadi. Birinchi marta qilishimga zo'r chiqdi. Voilya! Bu videoni o'zingga o'xshagan do'koningga jo'natib qo'y. Bahonada do'koningni tandir somsa yopishga o'rganib oladi. Senga o'xshab qaynona jonisini ko'nglidan joy oladi.